Assalomu alaykum, shogirdlar. Yaxshi turdinglarmi? Bugun bu ko'rayotganingda nimadu? Ishqilib bir hayvonning omoq bolasi ekan bu. Qaysi hayvonning bolasidir bildinglarmi? Bu nima ekan desanglar? Bu Shimoliy qutb ayiqi. Shimoliy qutb ayiqi deb yozibdi. Oq ayiq deb mata qo'ymizku, shu Shimoliy qutb ayiqining omoq bolasining rasmi ekan, ha? Mush kitobda bizga Shimoliy qutb ayiqi to'g'riliq jiq tushunchalarni deb berdi ekan. Agar qiziqsanglar, birlikda kitobni ko'rib boqaylik, ha? Undaqda boshlaylik. Shimoliy qutb ayiqi deydi. Shimoliy qutb ayiqi debdi. Apsi ikki omoq bolasi qarab rasm tushibdi bu yerda. Bu nagan desanglar, bir ayiq misha qarab turibdi, bizga qarab turibdi. Bu qora muzlar bilan qoplanib ketgan bir yerda qildi va bu naga desanglar, noyitimi so'g'oq Shimoliy qutb ekan. Shimoliy qutb ayiqi mana shunday so'g'uq bo'lgan Shimoliy qutbda yashaydi ekan. Shunga Shimoliy qutbda yashaganligi uchun biz buni Shimoliy qutb ayiqi deb ataymiz. Buning rangiga qarab oq ayiq deb atab qo'yamiz. Endi mushu Shimoliy qutb qish faslida butun ya'ni muz, qora muzlar qoplab, noyitim so'g'uq bo'ladi deydi. Odatda mana shu so'g'uq joyda Shimoliy qutb ayiqlari yashaydi ekan. Shimoliy qutb ayiqlari odatda mayli kishi Shimoliy qutb ayiqi bo'lsin yoki erkak Shimoliy qutb ayiqi bo'lsin, ular o'z oldiga birdan yolg'iz yashaydi ekan, ha? Yemekliklarni izlab yo'tkilib turib yashaydi ekan. Endi men bir ayiq bu qorni ostimda o'nkirdim birini ko'la qo'yib, o'sha yetibdi bu nima bo'lgan ekan, ha? Bu yer nima debdi desanglar, ana Shimoliy qutb ayiqi deydi. 11-oylar bo'lgan vaqtida qorning ostiga shundoq bir o'nkir ko'laydi deydi. Hamda 11-oylarda shu o'nkirni ko'lab tayyor qilib, taxminan 11-oydan boshlab 3 oy, ya'ni 11-oy, 12-oy, 1-oy degan o'xshash, shundoq 3 oy shu o'nkirning ichida turib, bola tug'di deydi. Ya'ni odatda bir Shimoliy qutb ayiqi, ya'ni ana Shimoliy qutb ayiqi bir vaqtda birdan 3gacha bola Shimoliy qutb ayiqini tug'di ekan, ha? Kedolami bu bir ana Shimoliy qutb ayiqi shundoq uyni tayyor qilib, shu qordan o'rak ko'lab, o'nkir ko'lab, shu o'nkirni tayyor qilib, bolalari tug'ilgan chaqda yatadigan shu o'nkirni tayyor qilib, anki o'zimi balaning tug'ilishini kutib yatgan vaqt ekan, ha? Odatda bular 11-oyda o'nkirni ko'lab yatsa, taxminan 3 oy atrofida shu o'nkirda bo'ldi ekan. Toki balalar tug'ilib, balalar tug'ilg'uchi bo'lgan oraliqdagi shu 3 oydek vaqt bular hech qanday bir narsani yemasdan, hech nima yemaydi deydi, yemasdan shu vaqt o'tkazdi deydi. Endi men intayin umoq kedalammi? Umoqligini. Shimoliy qutb ayiqining kichik umoq bolalari tug'ilibdi. Ular Shimoliy qutb ayiqi tug'ilib 2-3 oygacha shu onasi ko'lab tayyor qilgan shu qor o'nkirining ichida yashaydi deydi. Ya'ni onasining ona sutini emib, shu o'nkirning ichida yashaydi ekan, ha? Sirtqa chiqmaydi ekan. Tug'ilib 2-3 oygacha. Ondan keyin bu Shimoliy qutb ayiqi tug'ilib, yangi tug'ilgan vaqtida bularning ko'zimi ochilmagan holatda bo'ldi ekan. Quliqimi anglamaydigan holatda bo'ldi ekan, ochilmagan holatda bo'ldi ekan. Taxminan tug'ilib 1 oy o'tgandan keyin, anadan keyin ko'zlari ochilib, atroflarni ko'radigan bo'ldi ekan. Quliqimi shu joyda ancha-muncha anglaydigan bo'ldi ekan.
Endi bu işçide ko'rgan olamı önkürnün işçi tarafıda çok heli çoğunqur kolaydiken bu önkürne üst tarafı bütünlüğe qar ko'rgan olama. Apısı turupda edi. Bu balasımda önkürdüğüm işin çıkarıp etrafla qara ketipdi nim barkin dep. Endi ätiyaz kirgende deydi. Ätiyaz pesli yetip kelişi bilen bu omaq kichik Şimal kutup eyiqning bu balaları deydi, eyiq küçükleri. Tunji qitim önkürdün sırtqa chiqib mangishni ügündü deydi. Ama miyede apısına yine de turupdu başkisi. Bular şu tuğulup küçüğüce önkürdün herkesim çıkmaydı eken tuğa. Ondan keyin ätiyaz pesli kirip ancha-muncha atroflar illashib başlaganda bular tunji qitim shu önkürdün chiqib mangishni mashq qiladi deydi. Ama bular shu önkürdün yanı chiqib 2 haftadak vaqt shu önkürning yaqin atrofidagi yerlarda anasiga yaqin yurib turib mangishni o'rgandi deydi. Bular muştaq kichik bo'lganlikdan hozir anasiga yaqin apasiga muştaq ching chaplashib turibdi-ku. Kichik bo'lg'ashqa bularninki badandagi maylarmi az bo'ldi ekan. Bular badandagi maylar az bo'lganki badandagi issiqlikni saqlash iqtidori tuvan bo'ldi ekan. Shunga apasiga muştaq ching chaplashib sovuqdan daldırmış uchunmi mush apasiga ching chaplashib yuradi ekan. Dedinglarmi? Bu yerda nima deb desanglar, bu yangi tug'ilgan vaqtida kichik Şimal qutb eyiqining balasi bu vaqtida yangi tug'ilgan vaqtida ularning eg'irligi ara 700 gram atrofida keladi deydi. Hozir bunda talalarga chiqqidek bo'lgan vaqtida bularningki badan eg'irligi allaburun 10 kilogramdan 15 kilogramgacha bo'lib, shunda xo'p cho'ng bo'lib bo'ldi bular deydi. Shunda tez cho'ng bo'ldi ekan, necha oyning ichida. Endi keyin ko'raylik. Keyin dedi bu ikisi apasini embitibdi hozir, ko'rdinglarmi? Degan omaq. Apasi turibdi. Balları taz apasini emgil turibdi. Endi balasi apasini shu chang apasining yanida yurib turib mangishni mashq qildi degan. Endi bular normal mana bundaq mangalaydigan bo'lganda deydi. Xili yaxshi apasidan ergish mingib, erkin mingib yuralaydigan bo'lganda deydi. Ular endi dengizni ko'zlab, yana bu Şimal Kutup dengizi muzlarla kaplanıp duran şu dengizni ko'zlab ular uzun musafirlik yo'lga chiqdi deydi. Safarga chiqdi deydi. Bular endi shunchalik uzoq vaqtgacha hozir apasi hech qanday yemaklik yemidi, apasining qo'zig'ini ochdi. Balları davomli apasidan sut imbatidi. Endi bular mangdigan bo'lib ketgan keyin apasi bularni boshlab yemakliklari bo'lgan shu dengizga qarab yo'lga chiqdi ekan. Endi bu dengizni aytım yiroqda bo'lganlikdan bular shu dengizga mingish jarayonida herib ketgan vaqtida aram elib o'chada shu ballari xuddi shuningdek apasini emib, qo'sig'ini to'qlab, yana davomli qilmishdaq mingib musofirni davomlashtirib uzun yo'lliq safari qiladi deydi. Endi ko'rdinglarmi? Bu yerda intayin omaq ikki akukulamdı, açsınlamdı bular. Balları taz oynaş etibdi. Bir yerda nima debdi desanglar, bu kichik eyiq balları apasining sutini emib, toza qo'sig'ini tozaraq to'yg'azgandan keyin endi bular mana shundaq bir-biri bilan kapsizlik qilib toza o'ynashidi deydi. Bular dengizga yetib bormagan vaqti-ya, yo'ldagi vaqtlardagi damagan vaqtlari. Mana shundaq o'ynashidi ekan, o'ynashgandan keyin bular uf deb yerib charchagan chog'da mana bunda uxlaydi ekan, apasining yeniga kelib, mishada tushlik uyqusini uxlab aramini oldi deydi. Chunki ular dengizga yetib berish uchun uzun safarni besish kerak. Shunga bular uchun mustaq aram elishmi nihoyatda muhim ekan. Aram olg'ach safarni davomlashtirdi ekan.
Ondan keyin bularning bu kichik bolalarga ait ojiz bo'lg'achqa mushtaq safarlarga chiqqanda bo'rilarning hujumiga uchrab qilish ehtimolligi bor ekan. Shunga har vaqt apasining yenidan yiroq ayrilmay bexatar yurish uchun apasi bilan birga yuriydi. Apasi buni aytdi, diqqat bilan sergak holatda bolalarni qo'g'daydi deydi. Bular yetib kelibdi mana dengizga. Bular necha kunlik uzun safarni besib, oxiri dengizga yetib keldi deydi. Mana bolalar ekan. Hozir mo'ylari yo'liktibda, demak suvga bir tushgan o'xshaydi-da mana. Apasining mo'ylari yo'l olib turibdi, ko'rdinglarmi? Bu tishlivog'ini nima ekan desanglar, bularning eng yaxshi ko'radigan yemekligi dengiz shirikan. Bu ana shimoliy qutb ayiqi dengiz bo'yiga yetib kelishi bilanla bir o'ljaga erishibdi. Hamda muzdan shundoq beshinchi chiqib turgan dengiz shirini ko'rib qoldi-da, darhol suvga tushib hujum qilib, dengiz shirini o'ljaga oldi deydi. Ko'rdinglarmi? Hamda bu vaqtida bu kichik ayiq bolalari odat tug'ilib bir oydan keyin bularning og'izlariga tishlari chiqadi ekan. Bular minishni o'rganib bu dengizga yetib keladigan bo'lgan vaqtida allaburun bularning tishlari chiqib, apsi tutgan shu o'ljalarni o'zlari yiyalaydigan holatda tishlari yetilib bo'ldi ekan. Shunga demak bu apsi tutgan o'ljani bolalarimi tang yiyalaydi degan. Hamda bu yerda nima debdi desanglar, bu kichik ayiqlar, bola ayiqlar hozir kichik bo'lgan bilan bir kunlarda apasiga o'xshash shundoq sularga sho'ng'ib, uzib, sularni o'zlarining quzug'ini to'qlash uchun o'ljani o'zlari ovlab tutishni bilish kerak, shuni o'rganish kerak. Shundoq suv uzishni, o'lja tutishni o'rganmasa bo'lmaydi debdi. Bular apasi bilan birga yurib, apasining ish harakatlarini ko'rib, shunday qilib apasini ulgu qilib o'zlari har xil mahoratlarni o'rgandi ekan. Muzlar bilan qoplanib ketgan dengiz bo'yida hozir bular. Endi mana suvga tushibdi. Demak, suv uzishni o'rganishni boshlabdi degan gap. Bu qaysi vaqtgan desanglar, bu endi yoz kelgan vaqtgan. Yoz kelgan kelishi bilan bu ayiq bolalari apasiga ergishib, dengizga suyga tushib, dengizda yüzüşni o'rganadi deydi. Apasining harakatlarini do'rab yurib, dengizda suv uzishni o'rgandi ekan. Bu ayiqlar suv uzishga aytimi usta deydi. Bular suvga mana shundoq sho'ng'ib kirib, suvning ichida suv yuzida emas, mana beshinchi chiqirib holatda emas, suvning ostiga sho'ng'ib kiribmi, suv uzalaydi debdi. Endi bular o'chibning ustida turibdi. Endi bular nima deydi desanglar, bu yerda yoz fasli yetib kelibdi. Yoz fasli kelib, kuz fasli kelib, o'sha yoz va kuz faslida bular shu quruqlikda hayot kechirdi deydi. Quruqlikda hayot kechirgan vaqtida bular shu o't-cho'plarni, anandagi yov bo'ljirganlarni yeb turmushni qamdaydi ekan, o'ziniki hayotini shu o't-cho'p va yov mevalar bilan quzg'un to'yg'izdi ekan. Bu vaqtda bularning yemekligini az bo'lib qoldi ekan. Chunki bular shu dengiz shiriga o'xshash shundoq go'shtlarni yeb, shuni eng yaxshi ko'rgan yemekligi shu dedi. Bu yoz kelgan vaqtida yerda dengiz shirlari bo'lmaydiganligi uchun dengiz shirlari o'choqda yerdan boshqa ketib qoldigan bo'lganligi uchun ular
Kanada dengizga ketadi ya. Aldın qıtım dengiz şerini düşündürgen vaqtımızda şuna degen. Bu Şimali Kutup dengizde undaq dengiz şerleri qamğanlıqdan bular muş quruqliqdagi o'tjöp va meva-chevalar bilan qo'shig'ini to'yg'izishga majbur bo'lgan. Bunda vaqtda bularning yeydigan bu yemekliklari bularga nisbatan nihoyat oz kelib qoldi ekan. Shunga bular asosan bu yoz va kuz vaqtlarini qanday o'tkazgan desanglar, mana shundaq uxlab energiyani ko'p sarf qo'yatmaslik uchun mana shundaq uxlab tangdun to'la vaqtni uxlash bilan o'tkazdi deydi. Ballarım ilk işki umaq balısım xeyli çoğun bu qaptı buna. Bu ameliyatda ikisi balısı birisi apısı ya. Bir aile. İyikla ailesi ya. Bir şey uxlab vaqtni o'tkazibdi. Ko'ralama. Endi bir yil bo'lib qish fasli yana qaytadan qish fasli yetib keldi deydi. Endi bu soğuk qish fasli yetib keldi. Shuning bilan bu tug'ilgan bu ikki umaq iyiq balalarımı cho'ng bo'lib 1 yoshga kirib bo'ldi deydi. Mana shundaq 1 yoshga kirib bo'lsa-mu bular yanada apisidan ayrilmaydi deydi. Yanada apisini endi yuriydi ekan. Gerçi apisi tutgan ilqi dengiz şirlerini bularning tishlari allaburun go'shtlarni yeydigan holat yetilib bo'lganlikdan shu go'shtlarni yeb yursa-mu yanada apisining sütünü emidi bular deydi. Hem go'shtlarni yeydigan, hem apisidan süt emidigan, ashta qilib apisining yanada yuriydigan. 1 yosh o'tkazsa-mu, ha? Hozirmi uxlagan vaqtidami qaranglar. Shuni qarang, bu apisi o'xshaydi. Bu apisining qo'saq dumbi qismiga beshini qo'yibdi, miya degan bir qerindishimi buning beshini qo'ymoqda, yiqqin uxlashidi deydi. Endi bu yerda debdi desanglar, bu iyiq balalari 2 yoshga kirgan vaqtida 2 yoshgacha emasang 1 yosh, 2 yoshmish 2 yil mush qerindoshlar onasi bilan birlikda turmush kechirdi ekan. Onasining tutgan apisining shu tutgan o'ljalarini tang yeb, ashta qilib birga turmush kechirdi deydi. Lekin mush 2 yilgacha bo'lgan araliqda bular o'z oldiga o'z o'lja tutishni cho'qim o'rganish kerak deydi. Chunki 2 yildan keyin bular o'zlari suv uzib, o'zlari o'lja tutishni o'rganib ketgandan keyin bular o'z oldiga ayrim apisidan ayrilib, qarindoshlarmi o'zaro bir-biridan ayrilib, ayrim mustaqil yashash kerak ekan. Hozir 2 yilning ichidagi vaqtlari bo'lg'achqa bular birga turgan ekan. Ashta qilib tugabdi, bizga deb berdiganlar. Shunga bu yerda kichik savol javoblarni qilibdi. Nim deb savol qo'yibdi desanglar, bu Shimoliy qutb ayiqi nima uchun ashundoq sovuq joyda yashay oladi debdi. Buning javoban mundaq debdi. Bu Shimoliy qutb ayiqining ana shundoq sovuq joyda qiynalmasdan yashay olishidagi sabab mundaq 2 sabab bor edi. Ya'ni 2 maxfiyatlik bor ekan bularning. Birinchi maxfiyatligi bularning badandagi mo'ylari deydi. Mo'ylari bir uzun, bir qisqa, bir uzun, bir qisqa mo'y bo'lib, mushtaq 2 qat o'sgan bo'lgan bularning badandagi mo'ylari. Nihoyat zich, anki mushtaq 2 qat bo'lganlikdan qilin degan gapda. Mo'ylarining har bir tal mo'yning tuzilishimi alohida bir tuzilishga ega ekan. Shunga mushlarning badandagi mush 2 qat qilin o'sgan, zich o'sgan mo'ylar bularning badandagi issiqlikni haroratni sirtqa tarqitib etmaydi. Shunga bularning badani issiq turdi. Bu birinchi sabab deydi. Ikkinchidan, bularning badandagi may tarkibi nihoyat yuqori bo'ldi ekan badanda. Mana shu may tarkibining yuqori bo'lishi bilan badandagi mo'ylarniki 2 qavat nihoyat zich qilin bo'lganligi mush ikkisi birlashib bularning badandagi haroratning sirtqa tarqab ketishining oldini texim oldi ekan. Shunga bular shunday sovuq joylardami xotirjam yashay oladi debdi. Endi sovuq ashta qishlarni qanday o'tkazdi bu Shimol qutb ayiqlari debdi. U Shimol qutblarda nihoyat shivirgan
qar bo'ronliq shivirg'onlarmi chiqib turdi ekan. Muştaq shivirg'onliq kunlar ekan, bir shivirg'onliq kun ekan. Bular muştaq tugilib uxlaydi deydi. Shunda sovuq vaqtlardimi ular yanada qar muzlar ustida yetib yurdi deydi. Mana shundaq tugilib uxlaydi, shivirg'onlar chiqib chiqqanda bular harakat qilmaydi ekan. Shivirg'onlar chiqib, ularning mo'ylarining ustini muştaq qorlar qoplab ketsimi, bular hech qanday kar yo'qmi shundaq uxlab, shivirg'onning o'tib ketishini saqlaydi debdi. Demak, shivirg'onliq ashta sovuq kunlarda bular hargizmi harakat qilmasdan uxlab o'tkazdi ekan. Endi bu yerda nima debdi desanglar, bu Shimol qutb ayiqininki ayiqi nima uchun oq rangda bo'ldi debdi. Shimol qutb ayiqi yashaydigan joy qaramuzlar bilan, oppoq qaramuzlar bilan qoplangan shundaq bir joy, Shimol qutb deganimiz. Endi ular shu yerda yashagan vaqtida shundaq oq holatda bo'lishi ularniki o'lja tutadigan chog'da o'ljisining o'zini bayqab qilishining oldini oldi deydi. Yani mesela dengiz şirlerini oğlamakçı bo'lgan vaqtida bular işte oppoqli bo'lganlikdan, atrofim oppoq bo'lganlikdan dengiz shirlari bularni asan bayqay olmay qoldi ekan. Shunga bular shu fursatdan foydalanib, uni hujum qilib o'ljaga oldi deydi. Shunga bular mustaq oq rangda debdi. Amaliyotda bularningki mo'ylari, har bir tal mo'yi bundaq oq rangda bo'lmasdan süzük holatda bo'ldi ekan. Bularningki nur o'tkazuvchanligi bilan, nur qaytirishi bilan bizning ko'zimizga ko'ringanda oq rangda ko'rindi ekan. Amaliyotda bularning har bir tal mo'yi ayrim qaraganimizda oq rangda bo'lmasdan süzük holatda bo'ldi deydi. Bularning mo'yining ostidagi badanning terisining rangi bo'lsa qora rangda bo'ldi ekan. Endi bu yerda nima deb desanglar, dengizga qarab turgan bir ayiq ekan. Bu Shimoliy qutb ayiqining burnining purasizmi intayin kuchli bo'lamdi, kuchli bo'ladi deydi. Bu rostmi debdi. Buning javobi to'g'ri. Shimoliy qutb ayiqining burnining purasizmi nihoyatda kuchli deydi. U o'zining eng yaxshi ko'radigan shu dengiz shirining puruqini hatto 1500 metr yiroqlikdagi shu dengiz shirining puruqini puriyalaydi ekan. Bu yerdan bu qanaqa qilib tutsanglar, shu muzning ustida turib, dengizning ostidagi shundoq cho'nqurlikdagi dengiz shirining puruqini allaburun purib olgan gapkan. Shunga bu shu dengiz shirining qachon dengiz yuziga chiqib, beshini chiqirib oqadigan deb shu fursatni tutib, nishada saqlab turgan holati bu hozir deydi. Endi bu yerda nima debdi desanglar, Shimol qutb ayiqi so'zishga nihoyatda usta deydi. Bu rostmi debdi. Buning javoban shundoq rost debdi. Shimol qutb ayiqi oldi putlarini ishlatib, oldi putlarida xuddi qiyiqning paliqida suvni kayniga ishtirib, qiyiqni oldiga mang'izgandek, bu Shimoliy qutb ayiqi oldi putlari bilan suvni mustaq kayniga ishtirib turib, badanni olg'a ilgirlatadi deydi. Endi bu kayni putlari bilan nima ish qilgan desanglar, kayni putlari bilan o'zining suvdagi yo'nalishini belgilaydi ekan, bardigan yo'nalishni o'zgartirishda kayni putlarini ishlatadi ekan. Badanni olg'a ilgirlatishda oldi putlarini ishlatadi ekan. Bundan keyin bu mushtabda suvni sho'ng'ib uzayotgan bir Shimoliy qutb ayiqining rasmini chiqarib qo'ydi. Bu suvni uzib, dengiz suvini uzib, undan keyin quruqlikqa chiqqan vaqtida darhol qanday qildi ekan desanglar, badanning muzlab ketmasligi uchun darhol shu qora muzlar ustida shundoq eg'inab badandagi ho'llikni quritadi deydi. Hozir dengizdan chiqqandan keyin badanni quritish uchun muzning ustida dumlayotgan vaqt ekan. Mushaq dumlayganda bu beshini mahkam tutilib, Miyada baqaraman üzüp yuribdi. Endi bu yerda nima debdi desanglar, bu Shimoliy qutb ayiqi muzlarning ustida faqat teyilib ketmay, ma'alishining sababi nima deb so'rabdi. Buning sababi deb putini ko'z qo'yibdi. Mushtaq putlarininki olqan tarafga va
putlarının alqan tarafida shu barmoqlarning arash-arashlarigacha quyuq shundoq mo'ylar o'sgan bo'ladi. Mana shu mo'ylar buningki muzning ustida teyilib ketmay mağalışıda naydı mühim rol oynaydı depti. Onun ikkinchidan shu mo'ylar bo'lganlikdan ular muzlarning ustiga dassimi putlari bek muzlab ketmaydi depti. Qanaqlama? Endi bu yerda bir tikka turibdi, o'rib turibdi iyiqlar. Iyiqlar qanday vaqtda mushtaq o'rib turib oldi desanglar, bir narsadan xatar his qilgan vaqtida, bir narsadan bir xil xatarlik his qilib, ashundaq vahima xatar his qilgan vaqtida, ya'ni kushandilik qilgan vaqtida mana shundaq tik bo'lib o'rib turib oldi deydi. Bu bundaq tik bo'lib o'rib turilishi o'zining badanining egisi shundaq qomatlikligidan ashtaq qilib qarshi tarafga badanining cho'ngligini ko'rsatish orqali hayva qilish. Shunga mana shundaq o'rib turib oldi ekan. Anondan keyin bular shu o'rib turgan vaqtida ko'ringlarmi? Tirnoqlarini ko'rsatib qo'yibdi. Putlarimiz tirnoqlari bilan, ya'ni terab, nayt muqim holatda turdi deydi. Endi miyada bu iyiqninki tirnoqlari qanday holatda bo'ladi debdi. Buning javoban debdi. Iyiqning tirnoqlari kaltaroq bo'ldi ekan. Kalta uch tarafi agmash, nihoyatim o'tkir bo'ldi deydi. Kalta bo'ldi ekan, uch tarafi agmash keldi ekan, inondagi nihoyatim o'tkir bo'ldi ekan. Bular shu yemeklik o'ljalarni, dengiz shirlarini tutgan vaqtida dengiz shirlari yulqinib qish ketadigan vaqtida shu o'tkir tirnoqlari bilan shunday qamallab tutib bilib, ularni qochib ketishni oldini oldi. Ular o'g'lashda nihoyat muhim rol o'ynaydi bu tirnoqlari debdi. Endi bu yerda bir yetilgan cho'ng iyiqninki eg'irlig'ini debdi. Bir yetilgan iyiq odatda 150 kilogramdan 800 kilogramgacha eg'irlikda bo'ldi deydi. Bu iyiqlar yangi tug'ilgan bunday kichik bu vaqtida, yangi tug'ilgan vaqtida 700 gram eg'irlikda 1 kilogram bo'lmaydi. Endi cho'ng bo'lgan chog'da 150 kilogramdan 800 kilogramgacha ashtaq yo'g'inaydi ekan, eg'irliklar eg'irlaydi ekan. Endi bir yetilgan cho'ng iyiqninki bo'yining uzunligi 180 santimetrdan 250 santimetrgacha keldi deydi. Bunda tiksiga egizligi 160 santimetr atrofida bo'ldi deydi. Buni yangi tug'ilgan vaqtidagi uzunligi qancha bo'ldi ekan desanglar, 30 santimetr atrofida bo'ldi ekan. Intayin cho'ng yo'g'inaydi ekan bular, mana shunday. Shunday qilib, bugun shu Shimol qutb iyiq haqida bizga so'zlab bergan mazmunlar mana shungacha bo'ldi. Xili jiq mazmunlarni bilib oldik. Bu Shimol qutb iyiqlari hargizmi top-top guruhi bo'lib yashamaydi ekan. Ular onasi shu bolalarini to'qqan vaqtida bir oila kishilari, onasi bolalari birlikda yashaydi ekan. Taki bolalari mustaqil bo'lib, o'z oldiga ayrim turmush kechirishni boshlag'ichi bo'lganligicha. Ya'ni odatda normalda 2 yil onasi bilan birga yashab, undan keyin onasidan qarindoshlar o'zaro bir-biridan ayrilib, ya'ni yolg'iz yashaydi ekan. Shunga bular erkak iyiq bo'lsin, kishi iyiq bo'lsin, hammasi o'zaro oldiga yolg'iz yashaydigan, top yashamaydigan hayvonotlar kirdi ekan. Undaqda bugungi Shimol qutb iyiq haqidagi bilib olganlarimiz mana shungacha bo'lsin. Yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, kelar qitim yana qaysi hayvonotlar to'g'riliq so'zlaymizkin, keyingi qitimliq kitoblarimizda yana birlikda ko'raylik. Bo'ldi unda bo'lsa, Allohga omonat, salomat turinglar.